Tushda ko'katlar ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirin aytadiki, ko'katlar mazza jihatdan taxir va noxush bo'lsa ziyonga dalildir. Tushda ko'kat ko'rish hayotda baraka va yaxshi yangilik kelishiga ishora. Ishlaringizda yangi boshlanish yoki omadga dalil bo'ladi. Tushda ko'kat yig'ayotganingizni ko'rsangiz, mehnatingizning natijasini ko'rasiz. Moliyaviy jihatingiz yaxshilanadi. Tushda ko'kat yemoq sog'liqning yaxshilanishi yoki ichki poklik, ba'zan esa kimdandir yaxshi xabar eshitish ishorasidir. Kimki tushda ko'katni ko'p miqdorda ko'rsa, kutilmagan daromad, mo'lchilik va serhosillik ramzi hisoblanadi. Ko'katni tozalash yoki maydalashni tush ko'rish hayotingizda tartib, tozalash, noqulay ishlar tugashi, yangi loyihaning boshlanishini ifoda etadi. Tushda chirigan ko'katni ko'rish kimdir sizga yaxshi bo'lmagan gap aytishi yoki mayda tashvishlardan dalolat qiladi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.